Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Hamidulloh Tursunboyev, Instagram. Demak, SATdagi qiyin misollarga ajoyib yechimlar berishda davom etamiz. Kuzatib boring, manfaatli bo'ladi. Xo'p, 19-misolda nima deyapti? The positive number A is 2106% of the sum of the positive numbers B and C. Positive number musbat son. A musbat soni teng ekan B va C ni sum yig'indisining 2106% ga. Onlayn o'quvchilarim juda ham yaxshi biladi buni. Matematik tilga o'girish kerak. A degani A, is degani teng. 2106% 2106 taqsim 100 ko'paygan B va C ni yig'indisi. Demak, A mana shunga teng ekan. Endi va B is 81% of C. B C ni 81% ga teng. B teng 81 taqsim 100 ko'paygan C. What percent of B is A? B ning necha foizi A ga teng? Mana shuni matematik tilga o'girayotganda hushyor bo'ling. Percent of B. B ni necha foizi? B ni x foizi. Is degani teng, A degani A. Shu yerdan x ni topishimiz kerak ekan. Shunda yechim topiladi. Misolda yechishdan oldin bitta narsa aytay, manfaatli bo'lsin. Mana bu 2,106 degani emas, o'quvchilar. 2106 degani. SATda vergul bilan nuqta teskari. Agar nuqta bo'lganda 2,106 bo'lardi. Endi demak, mana bu yerdan mana B ni C bo'yicha topganmiz. A ni ham C bo'yicha ifodalaylik. Mana bu B o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuboramiz. 21,06 B o'rniga 0,81 C ni qo'ysak, plus C bo'ladi. Shu A ga teng bo'ladi. A teng 21,06 ko'paygan 1,81 C. Bizda yana bor B barobar 0,81 C. Endi kelinglar, B ni ham A ni ham o'rniga olib kelib qo'yib yuboramiz topgan narsalarimizni. 0,81 C ko'paygan x taqsim 100 barobar 21,06 ko'paygan 1,81 C. E'tibor qilinglar, endi C qisqarib ketadi. X ni topamiz shu yerdan. X barobar 21,06 ko'paygan 181 ko'paygan 100 taqsim 0,81. Bizga imtihonda kalkulyatordan foydalanishga ruxsat etiladi. Endi mana shu ifodani hisoblaydigan bo'lsak, men hisoblaganman, 47,06 chiqadi. Endi bizga what percent, necha foizi degan, buni endi foizga aylantirish uchun 100 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda endi 4706% chiqar ekan. Demak, B ning 4706% A ga teng ekan. To'g'ri javob mana A da berilgan. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Fikringlarni kommentda kutaman. Instagram SAT kanalimizga Telegramda obuna bo'lishni esdan chiqarmang.